So'nggi 10 yilliklarda tibbiy tadqiqotlar, jumladan saraton kasalligiga qarshi kurashda sezilarli yutuqlarga erishildi. Olimlar organizmning mutatsiyaga uchragan saraton hujayralarini boshqa organlar va tizimlarga zarar yetkazmasdan yo'q qilish qobiliyatini aniqladilar. Inson immuniteti tizimining hujayralari bilan ishlash hayratlanarli natijalarga erishildi. Bu saratonni davolashning yangi, samarali usuli biologik terapiyani ishlab chiqishga olib keldi. 2018-yilning kuzida Yaponiya va AQSh olimlari biologik terapiyaning ajralmas qismi bo'lgan immunoterapiyani ishlab chiqqani uchun tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Onkologiyada bioterapiya bir necha yillardan beri faol va samarali qo'llanilmoqda. Ushbu zamonaviy yondashuv sezilarli natijalar berdi. Ushbu yangilik tufayli terminal saraton bilan kasallangan bemorlar endi tiklanish va hayot sifatini yaxshilash imkoniyatiga ega. O'simta bioterapiyasi saraton kasalligini davolashning eng yangi va samarali usullaridan biridir. Bu immunitet tizimining tanadagi begona hujayralarni topish va yo'q qilish qobiliyatidan foydalaniladi. Ushbu turdagi davolashning asosiy maqsadi bemorning tanasidagi o'simta hujayralariga qarshi immunitet tizimini yo'naltirishdir. To'g'ri diagnostika yondashuvi va biologik terapiyani to'g'ri tanlash bilan davolanish darajasi yuqori hisoblanadi. Onkologiya bioterapiyasi haqida to'liq ma'lumotni bizning jonli efirimizda kuzatishingiz mumkin.